biz bu yil mana shu sovutish sistemasiga asoslangan panelni tashkilladik. Bizga homiylarimiz tomonidan shu narsa qurib berildi. Mana shu mana ko'rib turganlaringizdek 2 xil 3 xil gul navlarimiz bor. Mana shu gullardan xudo xolasa yaxshi daromad olish harakatidamiz. Mana shu turgan joyimiz 5,5 sotikdan iborat. Mana hozir bu yerda 2 xil gul navlarimiz bor. Bu yilgi daromadlarimiz Xudo nasib qilsa bo'lmaganda shu bir 70-80 million atrofida shuni mo'ljallab turibmiz. Endi biz bu ko'rib turgan panellarimizni yanvarda 7-8-dan boshlagan bo'lsak, fevralda 10-kuni yopib butunlay gulni ham ekib bo'ldik. Daromadimiz mana shu yoz oylariga chiqib daromadga kirishdik. Iyun mana iyul, avgust, sentyabr oylaridan to'liq daromadga kirishib, shu kungacha hozir bo'lmaganda 10-12 ming dona g'uncha sotdik. Ko'rib turibsizlar, hali hosilimiz mo'l ko'l. Nasib dekabr oyigacha daromad olish niyatimiz bor, xudo xolasa. Mana shu hozirgi ko'rib turgan xonadonlaring Dehqonov To'lqin tog'ani xonadoni bo'lib, bu xonadon oldingi yashash sharoitini qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsam, Dehqonov To'lqin tog'ani bitta o'g'li bo'lib, u oldin shu migratsiya orqali daromad topardi. Buni homiylar tomonidan o'ylab chiqdikda bir reja qildik. Mana shu yerga bir zamonaviy sovutish tizimiga ixtisoslashgan bir issiqxona, zamonaviy issiqxona qilsak degan bir fikr bilan chiqib, mana shu yerda lider tadbirkor biriktirgan holatda 5,5 sotikka mana hozir o'zlaring ko'rib turibsiz, zamonaviy sovutish tizimiga ega bo'lgan issiqxona tashkil qilindi. Bunda daromad nimani hisobiga desa, ko'chat 1 yillik bas, 4 yil, 5 yilda ko'chat almashmaydi. Bu yildan yilga daromadi ko'payib, masalan mana bu yil o'zini og'zidan eshitgan gaplaring, mana 35 million 1 yillik daromadi hali tugagan yo'q. Mana shu sezon boshidan sotishni boshlagandan hali yarmiga yetib kelgan bo'lsak, 35 million so'm daromad qilayotgan bo'lsa, endi biz yilda oxirigacha umumiy o'rtacha daromadini hisoblab chiqqanimizda 70 millionni tashkil qilyapti. Bu yanagi yilga 2 baravar hosil bersa, bu ham 140 million, 150 million atrofida bitta xonadon daromad olishi rejalashtirilgan. Endi avvalo asosiysi mehnatga ham bog'liq, fuqaroni bandligini ta'minlash. Mana shu oilada hozir ishsiz odam qolmadi desa ham bo'laveradi. 5,5 sotiga tomorqa bilan birinchi o'rinda migratsiya masalasi hal bo'ldi. Migratsiyaga chiqib, ota-onadan, farzandlaridan uzoqda yashashdan ko'ra mana shu xonadonda o'zini xonadoni, oilaning daromadiga daromad qo'shildi.